2-3 yosh inqirozningmi? 2-3 yoshli inqiroz bolaning rivojlanishidagi tabiiy bosqich bo'lib, ota-onalardan sabr-toqat va tushunishni talab qiladi. Farzandingizning mustaqillikka intilishini qo'llab-quvvatlash, shu bilan birga xavfsiz va oldindan aytib bo'ladigan muhitni yaratish muhimdir. Birinchisi, mustaqillikka intilish. Bola ota-onasidan alohida shaxs ekanligini anglay boshlaydi va o'z mustaqilligini ko'rsatishga intiladi. Bu hali zarur ko'nikmalarga ega bo'lmasa ham, hamma narsani mustaqil ravishda qilish istagida ifodalanadi. Men buni o'zim qila olaman kabi iboralar keng tarqalgan. Ikkinchisi, o'jarlik va salbiylik. Bu yoshdagi bolalar ko'pincha o'jarlikni namoyon qiladilar va kattalarning iltimoslarini bajarishdan bosh tortadilar. Ular mantiqqa zid bo'lsa ham o'z fikrida turib olishlari mumkin. Bu ularning mustaqillikka intilishi va vaziyatni nazorat qilish istagi bilan bog'liq. Uchinchisi, hissiy beqarorlik. Bola kayfiyatining keskin o'zgarishini boshdan kechirishi mumkin, quvonchdan gazab yoki ko'z yoshigacha. Bu hali o'z his-tuyg'ularini to'liq nazorat qilish va ularni to'g'ri ifoda etishni o'rganmaganligi bilan bog'liq. To'rtinchisi, ota-onalar bilan kelishmovchiliklar. Mustaqillik va o'jarlik istagi tufayli bolalar ko'pincha ota-onalar bilan to'qnash kelishadi. Ular mustaqilliklarini namoyish qilish uchun oziq-ovqat, kiyim-kechak yoki boshqa takliflarni rad etishlari mumkin. Beshinchisi, nutq va fikrlashni rivojlantirish. Bu davrda nutq va kognitiv qobiliyatlarning rivojlanishida sezilarli sakrash kuzatiladi. Bola juda ko'p savollar bera boshlaydi, atrofidagi dunyoga qiziqish uyg'otadi va hamma narsa qanday ishlashini tushunishga harakat qiladi. 6. Jismoniy rivojlanish. Bolalar faolroq va chaqqon bo'lishadi. Ular yugurishni, sakrashni, ko'tarilishni va murakkabroq jismoniy vazifalarni bajarishni o'rganadilar. Bu yangi vosita ko'nikmalarini faol rivojlantirish vaqti. Ota-onaning vazifasi chegaralarni saqlash va bolani muzokara qilishga o'rgatishdir. 2-3 yosh inqirozi og'ir o'tishi mumkin, lekin bu bola bilan kelishni, murosaga borishni va hissiy intellektni rivojlantirish uchun ajoyib imkoniyatdir. Agar ota-ona bu sinovdan o'ta olsa, keyinchalik u bolada muloqot ko'nikmalarini yanada yaxshi rivojlantira oladi.